Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. As-salatu was-salamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh subhanahu va taolo inson bolasini dunyoga kelganidan keyin shu dunyoni o'zida bir xotirjam, saodatli hayot kechirishligi uchun hamda o'zining asl vatani bo'lgan oxiratga borib Parvardigorini diydorini ko'rishlikka shart bo'ladigan barcha yo'llarni o'zini azaliy kitobi hukmi Qur'onda nozil qildi. Qur'on nima? Qur'on Alloh subhanahu va taoloning kalomi. Siz bilan biz uchun dunyo va oxiratda saodatga yetishimizga kerak bo'ladigan barcha buyruq ko'rsatmalarni o'z ichiga jamlagan Allohning kalomi. Agar ta'bir joiz bo'lsa, lillahil masalul a'la, bir televizor yasagan bir korxona bo'lsa, shu korxona televizorda yasab turib, shu yonboshiga kitobchasini qo'shib beradi. Shu kitobchasi bo'yicha ishlatiladigan bo'lsa, shu televizorda hamma imkoniyatlardan chiroyli foydalaniladi, nihoyatda bir qulay bo'ladi uni ishlatishlik, rangi, ovozi yoki boshqa bir sifatlar. Mana shu ko'rsatmasiga muvofiq ishlatilsa, uzoqqa yetadi, sifatli ishlaydi. Yana ana shu kitobchasini oxirgi tomoniga yozib qo'yadi. Bir jadval chizib qo'yadiki, agar rangi chiqmayotgan bo'lsa, falon ish qilib ko'ringlar. Agar ovozi chiqmayotgan bo'lsa, falon mana shu sabablarga ko'ra mana bu kamchilik bo'ladi. Agar shunda ham tuzalmasa, ana shu sotib olingan joyga murojaat qilinglar, qaytarib beradi deydi. Shu kitobiga quloq solgan odam ko'p foydalarga yetishgan bo'ladi. Ana shu televizorda yasagan odam yasagan mahsulotini, xususiyatlarini, tabiatini, injiqligini yaxshi bilganligidan shunga yarasha kitob yozib beradi. Lillahil masalul a'la. Alloh subhanahu va taolo o'zini yaratgan bandalarini, tabiatlarini, xususiyatlarini, injiqliklarini yaxshi bilganligidan siz bilan bizga nima yaxshi, nima yomon o'zining kitobida bayon qildi. Alloh taolo mana shu Qur'oni Karimda siz bilan bizga xitob qilib shunday aytdiki: Astagfirullah va qala robbukum ud'uni astajib lakum. Duo qilinglar, ijobat qilaman. Boshqa oyatida: Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu ad-da'wata ad-da'i idza da'an. Bandalarim ey Muhammad alayhisalom men haqimda sizdan so'rashsa, ayting men ularga yaqinman, duo qilishsin, duolarni ijobat qilaman. Duo nima? Duo ibodat. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytganlar, ad-du'o muhul ibada. Ibodatni muhri, pechati deymiz. Duo qilishlik nima? Duo qilishlik banda Robbisini oldida o'zini xorligini, pastligini, Allohga muhtoj ekanligini e'tirof qilishlik. So'rashlik pastlik. Shuning uchun banda faqat Alloh taolodan so'rashlikka ma'mur. Xo'p, so'rayapmiz. Shu qilayotgan duolarimizni ijobat bo'lishligi nimalarga bog'liq bo'ladi? Mana Allohga hamd sano bo'lsin. Mana ishimizda bil hajga borib kelgan hoji akalarimiz bo'lsa, hech shubha qilmaylarki, Alloh taolodan ixlos bilan, umid bilan ijobat qilinishligiga aniq ishonch bilan qilgan duolar ijobat bo'ladi. Mana shu duolarni endi ijobat bo'lishi qoldi. Inshaalloh. Chunki Alloh taolo eng yaxshi kun Arafot kuni degan, eng yaxshi duo qilingan duo Arafot kunga qilingan duo deyiladi. Arafotda turib, gunohlarini Allohning mag'firat qilishligini so'rab, keyin Alloh gunohimni kechirdimikin deb shubha qilgan odam gunohkor bo'ladi. Chunki bu kunda Alloh taolo ana shu bandalar shu kungacha qilgan hamma gunohlarini kechirib yuboradi. Shayton uchun eng og'ir bo'lgan kun mana shu Arafot kuni. Mana shu joyda duo qilindi. Endi qabul bo'lish qoldi, ijobat bo'lish qoldi. Ijobat bo'lishligi uchun siz bilan bizdan nima talab qilinadi? Nabiy sallallohu alayhi vasallamning buyuk sahobalaridan bo'lgan Sa'd ibn Abi Waqqos roziyallohu anhu kelib aytdiki: "Ya Rasululloh" dedi, "Duo qiling. Duo qilib meni haqqimga, meni duolarim doim ijobat bo'ladigan bo'lsin" dedi. Ya'ni bu zot shunday narsani so'rayaptiki, bu duo qiling, Alloh meni gunohimni kechirsin.
duo qiling, rizqimga barakot bersin. U ba'zi bir narsalarni so'rayotgan bo'lsa boshqalar, Sa'd ibn Abi Waqqos hamma narsani birdaniga so'rayapti. Ya'ni shunday duo qilingki, men qachon qo'limni ochib Allohga Allohu akbar deb so'rasam, so'raganimni beraversin dedi. Bizni hayolimizga ham kelmasa kerak bunaqa narsani so'rash. Chunki bizni o'lchovlarimiz kichkina bo'lganligidan so'raydigan narsamiz ham shu kichkina. Bu zot mana shunday narsani so'radi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam bu sahoba jalga nima deb javob berdi? So'raganini berdimi yo'q, bermadi. Duo qilib, "Ey amin, Sa'dning duosi ijobat bo'lsin" demadi so'raganda. So'raganidan yaxshiroq narsani berdi. Va faqat Sa'dga emas, butun ummatga berdi. Ya Sa'd, at'ib mat'amaka takun mustajabad da'va. Ey Sa'd, yeyotgan luqmangizni halol qiling, duoyingiz ijobat bo'ladi dedi. Bugungi suhbatimizning mavzusi halol luqma. Bu darslar bir necha marta takrorlangan, lekin tez eslab turishimiz kerak bo'lgan narsa. Chunki mana yillar davomida to'plangan pullarni sarf qilib hajga borildi. Duolar qilindi. Mehnat, mashaqqat bo'ldi. Sovuq demay, issiq demay kelib namoz o'qiyapmiz masjidlarda. Sadaqotlar qilyapmiz, xayr ehsonlar qilyapmiz. Mana shu qilayotgan hamma amallarimizni qabul bo'lishligi, duolarimiz ijobat bo'lishligi bitta narsaga bog'liq bo'ladi. Bu siz bilan bizni yeyotgan luqmamizga bog'liq bo'ladi. Mana zamonamiz shunday bir zamon bo'layaptiki, hech kimga sir emas. Tijoratni nihoyatda bir eshiklari ko'payib ketdi. Bundan 20 yil yoki 30 yil burun biz hayolimizga kelmagan tijoratning yo'llari chiqib ketdi. Endi tijorat qilinadigan matohlarning ham turi ko'payib ketdi. Matoh ko'paygandan keyin savol masalalar ko'payib ketdi. Bir-biriga ana shu olgan matohini haqqini berishlik yo'llari ko'payib ketdi. Variant degan narsalar chiqdi, boshqa degan narsa. Xullas, ming xil yo'li chiqdi. Mana shu narsalarning orasida qaysinisi halol, qaysinisi harom, qaysinisi shubhali, ko'pchiligimizda bilim yo'q. Bitta misol beraman. 10 so'mga olib, 11 so'mga sotayotgan matohingiz bo'lsa, bu tushunish uchun aytaman. Bu biz mavzuyimiz o'qib fiqhiy masala emas. 10 so'm olar edingiz, 11 so'm sotar edingiz. Ana shu 10 so'mga olib sotadigan matohingizni bir odam bozorga ko'tarib tushdi, uydan olib. Shuni narxini bilmaydi. Rozi bo'lib 5 so'mga berib ketdi. Shu pul halolmi desiz, "Конечно, halol" deydi. Rozi bo'lib beryapti deydi. Qarabsizki, mana shu masalada bilimi yo'qligi uchun halol yoki haromligi o'zini ko'niga qarab belgilaydigan bo'lib qolgan. Halol bo'lmaydi shu narsa. Chunki islomning rahmatli ekanligini ko'ringki, Alloh taolo rahmatligini shu bozordagi narx-navodan xabari yo'q odam kuyish kerak emas islomda. Nargi egasiga halol bo'lmaydi olib sotishlik. Unda nima qilishlik kerak? Olmaslik kerak. Bu yog'i taqvozga havola. Men bitta misolni aytdim. Bunaqa misollar tiqilib yotibdi. Mana qanday mashina kerak deydi. Sizda ma'lumot bor. Narigi odamda mashina bor. Mashinangizni qanchaga berasiz deydi. Manchaga beraman deydi. Manchaga olasizmi deydi. Olaman deydi. O'rtada pul topadi. Shunday o'rtada necha yuz dollar ish qilib qo'ydim. Faxrlanib aytadi. Shu ishni qilayotgan savdogarlar bo'lsa, mashina qurishlar, yaxshilab bilib olsin. Shu qilgan ishi to'g'ri emas. O'rtaga bir 10 tiyin bo'lsa ham qo'shishlik kerak bo'ladi. Bir 100 dollar unga berib qo'yib turib, mana bu meniki bo'ldi. Endi olib borib sotsa to'g'ri bo'ladi. Endi birovni molini olib turib 6 oyga birovga nasiya berib o'rayotgan odamlarning ishini tasavvur qilib qo'yavering. O'shuning uchun orqaga qarab ketayotgan bo'lsa, pullariga otilib ketayotgan bo'lsa, nasiyalar yo'qib ketayotgan bo'lsa, endi prosentga qo'yganimni gapirmayapman endi. Biz qilayotgan duolarimiz qayerda unda? Farzandlarimiz shunday pul topib kelayotgan bo'lsa, bizni qilayotgan ibodatlarimiz, yosh kattalarimiz, bizni qilayotgan duolarimiz qayerda ijobat bo'lsin? Nabiy sollallohu alayhi vasallam bir kishini zikr qilib aytdi. Thumma zakara rajula yutilu safara. So'ngra bir kishini payg'ambarimiz zikr qildida, safari uzoq bo'ldi. Kiyim kechagi nohata bir iflos bo'lib ketdi. Yegani harom bo'lib ketdi, aralashib ketdi. Ichgani harom bo'ldi, kiygani harom bo'ldi. Harom bilan o'ralib qoldi. Yana qo'lini osmonga ko'tarib, ya Rob deydi. 4 marta ya Rob desa payg'ambar Alloh taologa qo'lini ko'tarib. Alloh labbay deb javob beradi.
Bu kishi ya Rob deb aytayapti. Yana musofirda duosini ijobat degan payg'ambarimiz. Hamma ijobat bo'lishi shartlari bor bu odamda, faqat luqmasi halol bo'lib qolganligi uchun fa anna yustajabu lahu. Qayoqdan ham ijobat bo'lsin bu odamning duosi deydi. E'tibor beraylik. E'tibor beraylik. Ihsonlar qilinadi. Soatlab duolar qilinadi. Shunday bir rang-barang svitnoy duolar qilinadi. Ijobat bo'ladimi degan savolga boyaga javob bo'ladi. Yeyotgan luqmamiz nima bo'lyapti? Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytganlar, "Innalloha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba." Alloh taolo pokiza zot. Faqat pokiza narsani qabul qiladi. Ba'zida shu masjidga etib tutganda endi birga yashayapmiz endi, bu hammamiz biladigan narsa. Sal dunyosi ko'proq bo'lgan odam ozroq tashlasa, halgini malomat qilamiz. Sen ko'proq tashlashing kerak. Qayoqdan bilasiz? Aynan o'sha odamni tashlagan pulida baraka borligini yoki yo'qligini. Alloh taolo payg'ambarlarga ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibati va amalu solihan. Ey payg'ambarlar, pokiza narsalarni yenglar va solih amalni qilinglar dedi. Ya'ni halol luqmani yeyishlik Alloh tomonidan buyruq bo'lyapti. O'zi yeyishlik muboh narsa. Inson yeyish emasligi bu savobga gunoh bo'ladigan narsa emas. Lekin haloldan yeyishligi Alloh taoloning buyrug'i hisoblanadi. Payg'ambarlarga buyurgan narsani Alloh taolo mu'minlarga ham buyurdi. Ya ayyuhallazina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Ey iymon keltirganlar, xuddi payg'ambarlar yegandek, sizlarga rizq qilib bergan narsani pokizasini yeyinglar. Quyida salaf solihlarning nihoyatda bir hikmatga to'lib turgan so'zlar bor, inshaalloh o'qiymiz. Mana shu quyida aytilgan hadisdan Ibn Rajab rahimahulloh aytadi, amal agar shu amalni qilayotgan kishi luqmasi halol bo'lmasa, qabul bo'lmasligi ishora deb aytishadi. Ba'zilar aytadi, agar bir kishi harom luqma yeb yoki harom pul bilan haj qilgan bo'lsa, uni yelkasidan haj bajarildi degan soqit bo'ladimi amal yoki bo'lmaydimi? Ulamolar ixtilof qilishgan. Harom luqmani yeb turib, o'qigan namozi qabul bo'ladimi bo'lmaydi deganda ijobat bo'lmasligi duolari, savob tegmasligi aniq deyilgan. Ba'zi ulamolar yelkasidan soqit bo'ladi, lekin ajr olmaydi bunga deyshadi. O'sha harom yeyotgan odam bilibmi bilmasdanmi namozni o'qiveradi. Namoz o'qidi degan kitobiga bo'ladi, atmetga. Lekin savobi bu odamga berilmaydi. Bu bekarga xizmat qilayotgan bir usta yoki mardikorga o'xshaydi. Aybi nimada? Aybi yeyotgan luqmasini halol haromligiga qaragan emas. Mana aytayapmiz, biz harom narsani iste'mol qilmaymiz, alhamdulillah. Lekin halol bo'lgan tijoratimizda bitta so'z bizni pulimizni halol yoki harom qilib qo'yar ekan. Shu narsani qiziqib savdogarlar bir dars uyushtirishligi so'raganmizmi? Imom Azam rahmatullohi alayh hajda 5 marta xato qildim deydi, 5-ovni bitta sartarosh tuzatdi deydi. O'rni kelib qoldi, aytib berishimiz kerak. Har bittamiz doktorlikni fiqhini bilishimiz shart emas, uni doktorlar bilsa bo'ladi. Yog'och usta o'zini ishini, hunarini, fiqhini bilsin, qayerda halol bo'ladi, qayerda harom bo'ladi. Kiyim tikadigan odam qiyiqimi qachon halol, qachon bilsin bu narsani. Imom Azam rahmatullohi alayh soch oldirgani keldi sartaroshga. Hozir ehtimol sartarosh bilan savdolashganlar hayron bo'lar o'zini qilgan ishidan. Arafotda bir yil. Nech pulga olib qo'yasan dedi. Ey imom dedi, savdolashilmaydi dedi. Harom emas savdolashlik. Lekin Imom Azamdek kishi xato qilib qo'ydi. Bandada endi adashib qoladi. Xijolat bo'lib shunday o'tiruvdi. Ey imom dedi, qiblaga qarab o'tirmaysizmi dedi. O'sha sizlarni sochinglarni olgan sartaroshlar shu narsani bilarmidi? Imom Azam xijolat bo'lib qiblaga qarab o'tirdi. 2 marta xato qilib qo'ydi. Imom Azam chop tomonni shunday tutuvdi, "Ey imom" dedi, "O'ng tomonni tuting" dedi. 3-chi marta qilib qo'ydi xato. Imom Azamga bitta sartarosh dars beryapti. Nimaga desa, o'zini ishini, sohasini zo'r biladi, fiqhini. Mana boshqa bir tijorat bobini,
taloq bobini, nikoh bobini bilmas, lekin o'ziga kerak bo'lgan tomonini juda yaxshi biladi. Imom Azam nechta xato qildi? 3 ta. Endi mayli xato qilib qo'ymaydi, shunday o'tirganida imom tasbih aytib o'tiring dedi. 4-marta xato qildi. Sochini olib bo'lgandan keyin indamasdan turib ketyapti dedi imom, 2 rakat namoz o'qib qo'ymaysizmi dedi. Ya'ni ko'ringki, Imom Azamdaqa faqih bo'lgan emas u zamonda, hozir ham yo'q. Lekin bitta sartarosh 5 ta xatosini nimaga tuzata oladi desa, boshqa fiqhning katta qismini bilmas, o'ziga kerak joyini juda yaxshi biladi. Endi har bitta hunar egasi shu yerda o'tirganlar. O'zingizni hunaringizni, shar'iy fiqhni bilasizmi, bilmaysizmi? Mashina purishlarni aytdik, o'rtada ish qilib qo'yishlaydi, nasiyaga olib berib olishlaydi. Riboga kirib qoladimi, kirib qolmaydimi? Pulni beradi. O'sha pulni berganligi evazidan qandaydir manfaatlanadi. Men senga mo pulni beraman. Sen o'sha kelayotgan reysingda menga o'sha pulni arzonroq olib kelib berasan. Buğday sotiladi. Pishmagan buğday. O'zlari ekilgani ham yo'q buğday. To'g'rimi dehqonlar? Shu halolmi, harommi? Lekin yetkiza olmasdan, 1-2 olmasdan, uyda kamchiligi tugamay, duosi ijobat bo'lmayotganini ko'rganda, qayoqda ketib qoluvdi ekan adashib. Biz surishtiramizmi shu narsani? Yo biz bilamiz o'zimiz. Shuning uchun duolar ijobat bo'lmasligi bor. Bu bizga kerak. Bo'pti, dunyoda tijorat o'lib ketsin endi. Bir eplab-seplab yashab o'lib ketarmiz. Lekin qilayotgan amallarimizga ajr olmasdan, qiyomatda muflis bo'lib qolishingdan qo'rqmaymizmi? Imom Zohid Abu Abdulloh Nojibiy aytadi: bandalardan sodir bo'layotgan amallarda 5 ta sifat topilmasa, bu amal komil, maqbul bo'lmaydi. Mana diqqat qilib turaylik. Biz qilayotgan namozimiz, o'qiyotgan, berayotgan zakotimiz, qilayotgan haj ibodatlarimiz yoki boshqa bir ibodatlarimiz to'g'ri yoki noto'g'ri bo'lishligi 5 ta narsaga bog'liq. Birinchisi Alloh taoloni tanishlik. Alloh taologa iymon keltirishlik. La ilaha illalloh Muhammad rasululloh. Shuning uchun la ilaha illalloh Muhammad rasululloh demasdan dunyoda obod qilib tashlavorsin bir odam, unga zarracha savob berilmaydi. Qaysi dinda bo'lsa ham bo'ldi, faqat odamlarga savob tegsa, foydasi tegsa bo'ldi deyotgan odamlar, jannatga kiradigan odamlar kofir bo'lib qoladi. Chunki amal faqat mu'minlardan qabul qilinadi. Qur'onda Alloh taolo inna dina indallohil islom. Alloh taolo yagona, Alloh taoloning huzurida yagona maqbul din islom dini degan. Boshqa dindagilar ham jannatga kiradi desa, birodarlar kalima keltirib olishga to'g'ri kelib qoladi. Demak, birinchi sifati Allohni tanishlik, la ilaha illalloh deyishlik, Muhammad rasululloh. Ikkinchisi Allohning haqqini tanishlik. Allohning haqqi unga shirk keltirmaslik. Allohning halolini halol deyish, haromini harom deyish. Endi bir odam la ilaha illalloh Muhammad rasululloh desa-yu, lekin xohlagan ishini qilayotgan bo'lsa, bu aytgan kalimasi unga manfaat bermaydi. Biz ham matimiz toza, namoz o'qimaganimiz bilan zato deydiganlar bor-ku. U kalimasini haqiqiy ekanligini belgisi qilayotgan amallarda ko'rinadi. Mana bu aroqni tijorati harom desangiz, to'xtaydi. Demak, kalimasi rost. Alloh taolo 5 mahal namoz o'qishga buyurgan desangiz, namozni o'qiydi. Agar o'qiy olmasa ham xijolat oladi eng kamida. Hozir o'qiymiz jinda ish matn toza bo'lsa bo'ldi deganlar bor. Men shaxsan o'zim quloqimda eshitganman. Aroq savdosini qiladigan odamga bu ishingiz harom desa, nimasi harom deyapti. Men buni zakotini beraman deyapti. Ya'ni ana shu qilingan tijoratdagi pullar bo'lsa, shubhali pullar yoki yolg'on so'zlar aralashib ketgan bo'lsa, shundan zakot nima qiladi? Yuvib tozalab ketadi, sadaqalar. Bu shunday deb tushunyaptiki, men deydi buni zakotini beraman, nimasi harom? Men o'zim eshitganman shuni. Agar la ilaha illalloh desangiz, Allohning haqqini bilsangiz, 3-sharti amal ixlosli bo'lish kerak. Xolis Alloh uchun qilinadi. Hurmat, e'tibor, namozxon, hojaga unaqa gap ketmaydi. Falonchi aka desa, falonchi hoji deb qo'ying deydi. Quloqlar o'lganmi shunaqa gap? Ixlos bo'lish kerak. Ixlos bo'lishlik kerak. Nechta amalni sanadik? 3 ta. Qaysilar? Iymon, Allohning haqqini tanishlik hamda ixlos.
Endi to'rtinchisi bu sunnatga muvofiq bo'lishligi. Bizi ko'pchilik odamlarimizda, biz urf-odatlarimizda mana shu narsa me'yoridan oshib ketgan, chegaramizdan chiqib ketganmiz. Ihson deb soladi dasturxonda. Allohni tanidi, Alloh xayr ihson qilinglar degan ekan, ikkinchisini qildi. Uchinchisini berdi, xolis Alloh uchun deydi-da, endi to'rinchisi yo'q. Sunnatdan oshirishib yoradi. Eng yomon dasturxon degan Nabiy sollallohu alayhi vasallam. Kambag'al bechoralar ko'chada qolib, qorni to'g'lar o'tirgan dasturxon deydi. Bitta osh qilib to'rt oqsoqol chaqirib qo'yasiz, u to'rt oqsoqolni kimligi aniq. Falonchi voy hoji aka, ikkinchi voy hoji aka, falonchi mevashi, falonchi mevashi akazolar. Shu ihsonda eng haqli bo'lgan egalari hayo qiladi kirgan. Men qoyil qolar edim. Shu bir odam ihson qilib turib, faqat mahallani kambag'al bechoralarni aytganida. Unda qanaqa obro' bor unaqa ihsonda? Nima uchun ihson qilinadi? To'rinchisi yo'q. Sunnatga muvofiq emas bu qilayotgan ish. Beshinchisi, agar o'qiyotgan namozingiz Alloh taniganingizdan keyin haqlarini bilib, ixlos bilan sunnatga muvofiq amal qilsangiz-u, lekin yeyotgan luqmangiz harom bo'ladigan bo'lsa, bu amal to'ralar tomonidan zo'r bo'lsa ham baribir qabul bo'lmaydi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu aytadi: haromga yoki shubhali ishga tushib qolmay deb 19 ta halolni tark qilaverardi deydi. 20 ta ish turgan bo'lsa 19 tasi halolmi? Qo'y shu ehtiyot bo'lardi deydi. Kimlar bular? Jannatiyligi aniq bo'lgan sahobalar ehtiyot bo'lishar edi. Sunnatga muvofiqlikka kelsak, yana shunga qaytamiz. Allohni taniymiz, alhamdulillah. Allohning harom degan ishlardan tiyilib, buyruqlarni bajaryapmiz. Alloh uchun qilyapmiz. Endi bu yerga to'rinchisini juda ko'p qilamiz. Sunnatga muvofiq bo'lyaptimi biz qilayotgan ishlarimiz degan savolda ozgina o'ylanib qolamiz. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning ayollari Oysha onamiz oldiga 3 ta odam kelib, mashhur qilsa, Rasulullohning axloqi qanaqa uyda deb Rasulullohga yana ham bir o'xshashlikka, yaqin bo'lishlikka harakat qilib so'rashdi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam uyda qiladigan ishlarni Oysha onamiz aytib berganlaridan keyin haligi uchovi taqvolilar, bizni tilda eslinglar endi o'zlaricha. Abu dedi, Rasululloh shu ishni qiladimi dedi. Ozu dedi. Ha dedi, ikkinchisi aytdi, bu Rasululloh dedi, Alloh avvaliy oxir gunohlarni kechirgan. Ozroq amal qilsa ham bo'laveradi. Biz ko'proq qilishimiz kerak. Biz ko'proq qilishimiz kerak. Bittasi aytdi, men uxlamayman umrim davomida, tahajjud namozi o'qib chiqaman dedi. Ikkinchisi aytdi, men hech qachon ayollarga uylanmayman dedi. Chunki ibodatdan band qilib qo'yadi ular dedi. Uchinchisi aytdi, men bir marta roza tutaman, og'zimni ochmasdan o'lgunimcha shu roza bilan o'tib ketaman dedi. Allohni tanishyapti, haqlarni bilishyapti, ixlosi bor, lekin payg'ambarimiz ko'rsatgan yo'ldan chiqib ketdi bular. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kelib turib ularning gaplarini eshitib, aytdilarki, shu gapni sizlar aytdinglarmi dedi. Ha deydi. Allohga qasam, men sizlardan ko'ra Allohga yaqinroqman. Sizlardan ko'ra ko'proq qo'rqaman, sizlardan ko'ra ko'proq bilaman. Shunday bo'lib turib, ba'zi kechalari uxlamay tahajjud o'qiyman, ba'zida uxlayman. Ayollarga uylanaman, ba'zi kunlar roza tutaman, ba'zi kunlar roza tutmayman dedi. Kim meni sunnatimni yuz o'girsa, mendan emas dedi. Mana shu 4-o'rinda sunnatni juda ko'p oqilib ketamiz. Hukamolardan biri aytadi, agar ibodatda xuddi kemani o'rtasidagi yog'ochni singari tikka tursam, ya'ni hech qachon egilmaydi u kemani yog'ochi, doim tikka turadi. Shu tikka turgani uchun kema yuradi. Matchda deymiz mana. Shu hodasida qilib tikka tursam ibodatda, tinmay, lekin luqmam harom bo'lsa, bu ibodatning menga foydasi yo'q deydi. Maymun ibn Mihron aytadi, la yakunu rajul taqiyan hatta yakuna li nafsihi ashadda muhasabatan min ash-sharik li sharikihi. Inson qachon taqvoli bo'ladi? Ikkita odam tijoratda sherik bo'lib turib, biri ikkinchisini doim hisob-kitob qilib ko'radi. Qancha ishlatding bugun? Qancha olding? Qancha olding? Shunaqa hisob-kitob qilib turgandaqa sherik-sherigini. Banda o'zini nafsini qayerdan olding pulni? Halolmi shu puling? Ishlasang bo'ladimi deb o'zini nafsini o'zi hisob-kitob qilib turmagunicha bu odam taqvoli deyilmaydi. Biz o'zimizdan so'rashimiz kerak. Halolmi, harommi? Shubhalanib qolamiz-ku ba'zida. Qo'limizdan kelgancha ehtiyot bilan tijorat qilamizda, ba'zida ikkilanib qolamiz. Shu ikkilangan narsani qilmay qo'yish kerak. Chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytganlar, shubha mo'minning qalbida xotirjamlikni ketkazadigan narsa, ko'ngil unamay odamlar fatvo beraveradi, bo'laveradi dedi.
desam, ko'nglingiz chopmaydi shu narsaga. Bo'ladi-yu. Cho'tta oyog'im topmayapti, shu yoqqa deysiz-ku. Mana shu oxirgi fatvo so'raladigan joy qalb hisoblanadi. Hamma ruxsat bergandan keyin. Huzayfa aytadi, hamma yaxshiliklar ikki og'iz so'zda jamlangan deydi. Allohga ixlos qilish va halol luqma deydi. Mana shu ikkita narsa bo'lsa, kishi hamma yaxshilik ustida bo'ladi. Endi 5 minut kech qolib boshladik, 5 minut cho'zib qo'yamiz ozgina. Mana oramizda yoshi ulug'larimiz o'tiribdi. Bu yerda o'tirganlarga Alloh taoloning fazli marhamati bo'lgan, o'zini tanitgan, ibodatga yiqitib qo'ygan, halol haromni ajratishlikda imkoniyatini bergan. Bizga Alloh taoloning fazli nihoyatda buyuk. Shunday emasmi? Buyuk. Endi yosh kattalarga Alloh taoloning fazli yana ko'proq bo'ldi, yoshlar. Chunki bu kattalar 70 yil xudosizlik ideologiyasini oldiga tuzilgan tuzumda yashab turib, ateizm bilan yashagan, davlatda yashab turib, yana umrining bir qismiga kelganda ibodatga, taqvoga yiqilib qoldi. Bu Alloh taoloning fazli marhamati. Kattalar yoshlar bir marta alhamdulillah desa, sizlar 10 marta alhamdulillah deyishlar kerak. Chunki ana shu holat o'tib ketishdan Alloh taolo sizlarga omonlik berdi. Endi yoshlarga kelaylik. Alloh taoloning soyasida, Alloh taoloning arshini soyasida 7 toifa odam turadi degan payg'ambarimiz. Shulardan bittasi shabun nashafi ibadatillah yoki ibadati robbih. Kama qala Nabiy sollallohu alayhi vasallam. Yoshligida ibodat bilan ulg'aygan yigit deydi. 40 yashargacha yigit deb aytamiz-a? 40 yashargacha yigit deymiz. Endi eshitib turinglar. Yusuf Asbot rahimahulloh aytadi, shayton qaraydi. Agar bir yosh yigit ibodatda bo'lsa, taqvoda bo'lsa, zo'r bir ijtihodda bo'lsa, askarlarga qarab shayton aytadiki, qayerdan pul topiydi, qaranglar deydi. Agar u puliga harom shuparlashgan bo'lsa, bu bilan ovora bo'lmay qo'yinglar, tek qo'yinglar, bu pishdi degani bu. Masjidga yurgani, sunnatlarda hammasiga amal qilayotganligi, tinmay ibodatda bo'lganligi hech narsa emas. Bu bilan ovora bo'lmay qo'yinglar. Bu haromga aralashib qolibdimi? Bu odam tuyadi do'ring. Axir ko'rmaymizmi hayotda, akalar? Kim riboga qo'l urgan bo'lsa, Allohga qarshi isyon qilgan bo'ladi. Qiyomat kunida sudxo'rlik qilgan, sudxo'rlikka pul bergan, sudxo'rlikka pul olgan odamga xus silahak, ol qurolingni der ekan farishtalar. Nimaga desa, Allohga qarshi urushasan toqating bo'lsa. Alloh o'zi va'da qilyapti, payg'ambari va'da qilyapti. Riboga qo'l urgan odamni o'zim xor qilaman deyapti Alloh. Ko'rmaymizmi shu narsani? 1 yil, 2 yil gullab yashnab zo'r gupurganini ko'ryapmiz, keyin yo'qolib qolganini sezmayapmiz. Qayerda u odam? Uyda ham boshqa odam o'tiribdi. Haromga qo'l urgan, nima bo'lishi aniq bu. Yoshlar, bu ibodat yurganligimiz hech narsa emas, agar yeyotgan luqmamizga harom aralashib qoladigan bo'lsa. Sahl ibn Abdulloh aytadi: "Man nazara fi mat'amihi, dakhala alayhi zuhdu min g'ayri da'wa." Bir odam men taqvodorman deb da'vo qilmasa ham, jim yursa ham, yeyotgan nomiga qarayaptimi, qanday kelayotganiga? Topayotgan puliga qiziqyaptimi, halolmi, harommi? Shu odam zohid bo'laveradi, siz unga taqvodor deb nom bermasangiz ham. E'tibor beraylik shu narsaga. Qayerdan pul topyapmiz, qayerga sarflayapmiz? Ibrohim Adhamning shunday bir hikmatli so'zi bor ekan, inshaalloh shu bilan nihoyat qilgan bo'ladi. Senga bir odam dars berayotgan bo'lsa, xulosasi. Senga bir taqvoni, Allohni tanitayotgan bir odam bo'lsa, lekin bu odam qayerdan non topyapsan, luqmangga qara demagan bo'lsa, senga hech narsa o'rgatmabdi bu odam deydi. Tushunarli bo'ldimi? Domlang senga deyapti. Imoming senga qayerdan luqma olib yeyapsan degan gapni gapirmabdimi? Bu odamdan sen hech narsani o'rganmabsan deydi. Chunki har qancha narsani o'rgatib olsin, luqmangni halol deb aytmagan bo'lsa, bu amallarni bittasi senga asqatmaydi degan. Yahyo ibn Ma'zur rozi aytadi: Alloh taologa toatda, ibodatda bo'lishlik Allohning katta bir xazinalaridan. Endi bu xazinani kaliti duo, bu duoning, bu kalitning tishlari halol luqma deydi. Ibn Muborak aytgandek, 100 ming yoki 700 ming dirhamni sadaqa qilganidan ko'ra
shubhali bo'lgan bir dirhamdan o'zim ehtiyot qilganligim afzalroq dedi. Alloh subhanahu va taolo mana shunday shubhalik yoki harom bo'lgan luqmadan taqvo qiladigan bandalardan bo'lishni nasib qilgan bo'lsin. Aqulu qawli hada va astagfirullohi va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.